Hurmatli obunachilar, qarang. Bolasi hozirgacha yemayapti ekan. Zo'ridan so'raganlarga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuda Odiljon ukamizni yangi ukamiz birinchi marta fermasidan sotiladigan bolasi buqa. Bolasi unajin, ikkitasi bo'g'oz deb taxmin qilinayotgan. Bunisi taxmin qilinyapti, bunisi bo'g'oz ekan. Xo'p, mana shu mollarimiz bor. Shular qo'ldan kelgancha sizlarga narx-navosini berishga harakat qilamiz. Bugun 10-aprel haftaning payshanba kuni 2025-yil. Hammasini tishini ochib, ko'rsatib, Xudo xolasa yetalab yuvoshliklarini ko'rsatib tekshirib beramiz. Mana shu yigitlarning mehnatini qo'llab-quvvatlab, dedan laylar bosib qo'llab-quvvatlab do'stlarga mol olaman, yaxshi sigir qilaman degan aka-ukalarga jo'natib, kanalda mehmon bo'lsangiz, shu yerda obuna bo'lish tugmalari bor. Bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatulloh aka, keling. Omonmisiz? Sog'lik yaxshimi tinchmisiz? Rahmat. Bizning kanalda mehmon bugun. Xudo xolasa narxlar qanday bo'ladi? Kelishib olaylik-da endi birinchi marta. Qora aka, xudo xolasa mana chiqargan mollarimiz kim ko'rsa ham keyingi videoni kutadigan bo'ladi inshaalloh. Yengil bo'ladi. Xudo xolasa narxlari yoqimli, ajoyib. Gap yo'q. Akalarlar ikkita bosib turaveramiz. Videoni boshladik. Xo'sh, bo'lmasa shu taraf o'ng ekan-a? O'ngdan chapga qarab yuraveramiz. Mashina yetalab olib chiqaylikchi, ha. Muhammad Aziz, a? Bosh rollarda yordamchilar dedi-ku, ha? Ha, shu ukamiz yordam berib turadi Muhammad Aziz. Yetalab tashqariga olib chiqingchi. Xo'p. Yeyishi, ichi sog'lig'i garantiyasi bormi? Ha, xudo xolasa aka, kimga bersak ham bir hafta sinov muddati bilan beriladi. Bir hafta xotirjam molni yegizib, ichirib, sinovdan o'tkazib ko'rishamiz. Bo'g'ozmi bu? Ha, 5 oylik atrofida bo'g'oz, qo'l solib, o'zi qildirganimiz yo'q. Mabodo shubha gumon qilganlarga o'zi bilan chiroyli ko'rsatib beramiz. Yaxshilari yaxshi, tutamlari ham zo'r. Tutamlari ham rosa. Yeb ichishlari, fe'li ichida ko'rib qo'ying. Buni ochaman. Bismillah. Mana aka. Bir ko'rayapmi? Ha, bitta, ikkinchisiga harakat. Bitta endi boshlab. Buni yemlagan ekanda, shunaqa yaxshigina boqilgan ekan bu. Boqilgan ekan haqiqatan. Polvongina bu. Ha, semirtirib boqqan ekan, ichidan endi bo'g'oz chiqib qolgan bo'lsa, bo'g'ozga sotish shekilli. Hop, qani. Uzunroq ishlar, uzunroq. Tirik vaznga ham bor-a? 450 kilo ham chiqibdi. Qancha? 453 kiloni. Aha. Hop, bo'y bastini o'lchadingiz-a, necha chiqdi bo'yi? Ha, 1.32 chiqdi. Men o'zim qarab turdim. O'lchab chiqing, hammasi vaqt olmaydi deb. Hop, puli necha pul endi? Kelishtirib aytavering. Bugun siz bilan tortishmaymiz. Obunachilar mana sizda bugun xolis baho qo'yib beradi endi. Qora aka, xudo xolasa toza mol. Bozorlarda ham siz bozordan ham ko'p ko'ryapsiz asli molni. 31.500.000 vodiy bo'layotgan dastavga kelishtirib insof doirasida chiroyli qilib beramiz. 31.500.000. 500.000. Aha. Bu endi bu molni tushungan oladi. Joniga hisob emas bu mollar. Xudo xolasa zotiga, sifatiga, ko'p yil sigir qilib olaman degan. Xudo xolasa tishi ham saloqatchi bo'ladi. Endi bitta kurani chiqadi. Endi yoribdi. Bu tug'uncha endi ikkita. Ha, bo'ldi, keyingisi. Xudo xolasa mol qilaman degan odamga molni beramiz. Tani, sog'lom mollarga o'zi shunday tepaga. Qarang, badani ham ancha semiz. Bunisini ayting, bo'g'ozmi bu nima bu? Bunisi yanvarda boshida qo'yishgan ekan. Aha. Ammo biz ham tekshirtirganimiz yo'q. Xudo xolasa lavzlarga yashanib yaxshi odamlardan oldik. Yetirib qo'yib. Buni o'lchadik. Biri 40 necha chiqdi? 40. Aha. Xudo xolasa bu ham anoyim emas. Ha, katta ekan, mana shu ham. O'raymi? O, shu quloqlari ham arashan quloq ekanda. Mana shuni ushlab tursang, bir ostini ham ko'rsatib qo'ying. Ko'ryapti, baquvvat. Bo'yi ham bo'yim bilan teng. Ha, bo'yi ham juda baland ekan. Ha, bu ham xudo xolasa bitta tishini ko'rsatib qo'yaylik. Kelajakda mol bo'ladigan, xudo xolasa yaxshi narsalar. Sigir qilsangiz ham o'ta yirik sigir bo'lar ekan. Jonivor. Qarang.
Buni tishi yo'q, xudo xolasa. Buzoq. Odam Mana keling qarang. kishini- Ha, Buzoq. Bu gap yo'q. tishlari buzoq. Xo'p, yanvarda qo'yilgan Ha, yana. ehtimoli bor. Ha, xudo xolasa. Buni lekin bo'g'oz ham demaymiz, qisir ham demaymiz. Endi unaja hali qisir demaymiz. Ha, Unajada. qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Endi hozir bo'g'oz ham Ehtiyot- bo'lmaydi, qisir ham Ana bo'lmaydi. o'qisa tekshirib berasiz. Ha, tekshirtirish sharti bilan beraveramiz yoqtirgan odamga, xudo xolasa. Bitta ostini ko'rsatib qo'ying. Taglari ham, xudo xolasa, ajoyib. 4 ta. Sifat yuqori. Hop, bo'ldi, bo'lavering. Bahosi nech pul endi? Buni Bo'yini o'lchay ekan, narxi qimmat bo'lib ketmasin-da. 33 million vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Buni Kami bor, kelishtirib beramiz. 3 million. Ha, 33 million. xudo xolasa mollar toza mollar, bir-biridan. So'z- Ko'rgan odam unisini so'z olaymi, olarak. bunisini olaymi, ikkilanib, Ikkalasi bir joyga. ikkalasi bir joyga 61 millionga beramiz. Ikkalasini Ikkalasini bir joyga. 61 million bo'lsa, ikkalasi bir joyga ketaveradi. Bir-biridan yosh mollar, Ha. xudo xolasa. Akalar. Narx-navosi to'g'ri kelib qolsa aloqa ochib qo'ying. Magazin narxi bas, yana savdolashib olaverasiz. Xo'p, navbatdagisi bolasi unachi. Shu turgan joyda chin ochib qo'ying. Qiynalmaysizlar. Ha. O. Qani? Turkra. Kurashchi 4 ta ekan akalar mana. Qani, yechib yetalab qo'ying-chi buni. Nechta sutga beramiz? Buni sog'ib ishlang. Yo'q, sog'madik. Endi xudo xolasa sog'ib ko'ramiz. Egasi Bir unakda qirqishdimi buni ham bo'yi? buniki nechi? 1.40 akalar. Egasi- Cho'lib yo'stiradi mana. Ha, egasi 13ta, 13ta sog'ib bolasini qo'yib yuboryapmiz deyishyapti. Endi sinovdan o'tkazib, xudo xolasa yoqtirgan odamga ustida konkret qilib sog'ib Hmm. beramiz. Hozir bolasi emib yurgan holatda 12 litr. 12 sog'ib litr, olyapti. 13 litr sut solishyapti. Ama 4 to'rtalasi chiroyli. Yuvoshliklari ham xudo xolasa yoqimli. Hammasidan tushyaptimi? Ha, ajoyib. Tutamlari ham yoqimli. Bo'ldi. Yerga solmay qo'ying. Hammasidan sut tushadi. Qani, narxini nech pul aytamiz? Narxi 35 million 500 ming kelishtirib beramiz. Vodiy bo'ladi dastavka. Tekis qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? 500 ni olib tashlab Bo'laveradi. 35 million deb qo'ying. Xudo xolasa Qolganini bo'laveradi. savdolashib olaverasizlar. Bo'laveradi. Xo'p, tortib. Xudo xolasa Bolasi turaversin, bolasini ko'rsatdik. bolasi Xunoji birinchisiga. Buni shuncha ekan. Mhm. Dastlabki vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab dastavka. Mabodo mana tepa taraflar, Toshkent, bu taraflar bo'lsa, vodiygacha bo'lgan dastavka pulini ichiga qo'shib beramiz. Undan u yog'i kelishilgan holatda. Ona bolammi bu? Ona bola, ha. Aha. Nechinchi bolasi ekan, tishini ko'rib qo'yishchi. Tishini qarang, buni bola nechinchi bolasini aytmaylik. Tishini ko'rsatamiz, ko'rgan odam tishiga tushungan odam xulosa qilib olaveradi. Ha. Ikra. O'zini bolasimi? Hozir shuni shu holatga ham bitta emizib ko'rsatib beradi. Bolasiga yechaylik, onasiga. Yechib yuboring chiqani. Gap yo'q. Vaqtli qo'yilgan ekanda. Ha, molam endi shu toza mollar, Ha. otasi toza, onasi toza bo'lgan, xudo xolasa. Bola Estonga o'xshaydi ekan. Bu limuzinmi, Estonmi, endi Uruqqa qo'ygan ekan. ha, toza narsalar, xudo xolasa. Ketganda qarang, baq-baqala osildi. Sutga to'ygan ekanda. Necha oylik ekan bolasi? Oyligini ham bilmadik ona. 8-9 oylik, boring 10 oylikdir. Lekin bu mol qachon bunaqa bo'lgan, qachon tuqqan, Gap yo'q. shuning ichida yana qo'yilgan deyapti egasi, xudo xolasa. Biz Necha oylik ekan bu hozirgi? qancha dedi? 1-2 oylik qo'yilgan dedi. Endi hozir buni bor ham deya olmaymiz, yo'q ham deya olmaymiz. Buni ham tekshira olmadik. Gumon, ha? Hop, buqoqga qo'yilgan Bolasi ham qachga? bola, qarang. 4 son. Sifat ekan, ha? 7-8 Bo'yi ta 1.20 chiqdimi? Qancha chiqdi? 120 oshkora chiqdi, 120 ga oldi. Ha, mana. Bo'ylarini o'lchatdim men shaxsan. Aytilayotgan metrlariga o'zim javob beraveraman, chunki qarab turuvdim, 1.20 chiqdi. Mana bu bo'yi 1.39. 37. Ha, 37 chiqdi. Onunlaki 40 chiqdi, nariga 41 chiqdi.
Mana. Chana. Hop, endi 1-2 oylik Bu tomonga, salqin tomonga gumoni bor. Haligi Deymiz chiroyli. endi. Ha, xudo xolasa joylashib qolgan bo'lsa, Hozir sog'ayapsanmi buni? yo'q, buni ham xudo Ya, xolasa bolasi endi ham sinab endi ko'ramiz, ha. Buni ham endi sinab ko'ramiz. 7-8 ta suti bor deyishdi. Aha. Onasi necha? Bo'ldi. Qo'yavering. Onasini oldiga yuboring. Bahosi nechi pul endi uni kelishtir? Ona bolaga narx aytaylikmi, Ha. aytaylikmi? Ha, ona bolaga. Aytingchi ona bola. Ona bolaga. Ona bolaga 51 million kelishamiz vodiy bo'ylab dastlabki bo'ladi. 51 million. 51 million. Ehtiyot alohidachi. Alohida 26 million onasi, 25 million bolasi. 26 ga 25 ehtiyot. Ha, kelishtirib Bo'ldi. beramiz. Kimgadir onasi to'g'ri kelib qolishi mumkin, kimgadir bolasi to'g'ri kelib qolishi mumkin. Fe'li yoqimli, ajoyib. Xudo xolasa bes tushoq mol. Mana tomonga tortaylik, yaxshi ko'rinar ekan mana fonda ham. Hoppa. Ondan Onlar ko'ryapsiz, sog'lom. bu tomon mashana hammasi olaylik deb mana shu yaxshi. tomonga. Ha. Qarang. Molni yuvashliklari xudo xolasa joyida. Xo'sh, ehtiyot uzuvchilar bormi, tanishlar? Bor, bor. Hozir agar ana o'qisa, mana shu 3-4 talasini ham tekshirsa bo'ladigan ekanda. Tekshirsa bo'ladi. Endi onasi yaqinroq qo'yilgan ekan-da. Ha, 3-4 kunlik. Chorli postura 3-4 kunlik. Ha, ha. Bu menimcha aytolmasa kerak. Qolganini yoqtirgan odamga doktor chaqirib, ustilarida ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Molni Buni- fe'llari yoqimli. Buni tekshirtirib qo'yaversangiz, masalan, kim ana o'qisa, Telegramdan tashlab beraverasiz. Shunaqa chiroyli qilib videolarni qilib olamiz Hop, doktor. 51 million akalar ishqibozi aloqachi qo'rasa o'tib beriladi. Hop, bergan narxini qancha dedingiz? Mana bu 35 million. 35 dedingiz, buni 33 million. 33. Buni 31 million 500 ming. 31 million 500. Bir joyga 60 qancha dedingiz? 1 millionga. 61 million. Hop, Optimga ham bormi? Qanchadan o'tib berasiz har biri? Optimga Qancha? 300 mingdan o'tib beramiz, xudo xolasa. Har bitta mol. Har bittasiga 300 mingdan o'tib beramiz. Hop, akalar mana Optim olaman desangiz 300 mingdan aytilgan narxlardan yana kami bor. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab. Toshkent pochkalar chiqarmaymiz. Hammasi bir joyga bo'lsa, Ketaveradi. ketaveradi Samarqandgacha. Bo'ldi. Mana Samarqandgacha bitta mashinada bitta bosiladi, ketdi. Bu yog'ini yana savdolashib olaverasizlar. Lekin mollarni sortovoylaridan ketdi akalar. Haqiqiy sifatlardan. Mashinani ko'rsatib qo'ying. Rahmatulloh aka, bu asli balandroq ham bo'lishi kerak. Mol eti Hozir men balandligiga, mashinani ko'rib 8 oylam ekan debman. molni eti balandligiga tashqaridan tegmayapti, ammo o'zi qilmadi. Aniq oliga yillari asal bo'lib turibdi Ha. chiqayotgan narsasi. Qo'lga yopishib qoladi men Ha, topganda. ha. Xudo xolasa fe'li ajoyib Bu moldi. shvedlarda yuvashmi, qanday deganlarga shvedlarga ikkala shvedga o'zim garantiya berib qo'yaman. Chunki shvedlar tug'umi Xudo xolasa tabiatan bunisi ham shunaqa o'ta yuvosh. instinkt O'ta shunaqa yuvosh. bo'ladi. Sen yuvashsan degan narsani chip joylashtirib qo'yilganda. Ular ham fe'li yoqimli jonivorlar. Hamma so'skasi joyida, hamma yillari. Hop, telefon qaysi nomerga qo'yamiz? 93lik Mhm. 948 80 18. Yana Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor. Ikkinchisi 93lik 938 1104. Hop, manzil lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Telegram kanaliga o'tish uchun kommentariy yoki fikrlar degan bo'limga o'tasizlar. Shu yerdan silka qo'yib qo'yganmiz. Telegramga o'tadigan. Shunday o'tib bosib, shu yerda manzil lokatsiyasini olishingiz mumkin. Hop, og'zaki manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchami endi? Shaharcha, Qishloqmi? shaharcha. Ha, shaharchasida. Amur Temir Kalsovoyni yonida. Amur Temir Kalsovoyni yonida. Hop. Daryodan, Sirdaryodan mana To'raqo'rg'on tarafga kelganingizda daryo ko'prikdan o'tgandan keyin Qo'qonga qarab burilib ketmasdan shu vodiy oshxonasi bor ekan. Mo'ljal. Shu vodiy oshxonasining oldiga kelib telefon qilsangiz o'zlari olib kirib ketadi. Xudo xolasa. Hammaga omad, hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.